Tramp kelgandan beri ko'p narsa o'zgardi. Ko'p narsa afsuski yomon tomonga o'zgardi. Tramp Garvardga ham bitta tashlab ko'rdi. Haqiqatda mart-aprel oylaridan Garvardga tashlashni boshladi. Qaysi ma'noda? Garvardda u too woke, juda ham uyg'oq, juda ham liberal, kerak emas narsalarni promot qiladigan universitet deb ayblashni boshladi. Unda даже antisemitizm dedi, keyin xalqaro studentlarni qabul qilmaslik to'g'risida. Xullas, uni maqsadi shu byudjetdan kelinadigan 2 milliard AQSh dollarini to'xtatdi. Bu juda ham katta pul hisoblanadi. Albatta bu narsa Garvard ma'muriyatiga yoqmagan. Bu tabiiy hol. Chunki xalqaro studentlarsiz, xalqaro talabalarsiz Garvard emas. Va bundan tashqari talabalarning o'zi AQShga kirishi juda ham qiyinlashib ketdi. Nafaqat talabalarni, bu umuman boshqa mamlakat fuqarolarini Garvard Trampni sudga bergan, federal sudga to'xtagani yo'q. Xalqaro talabalar o'qishlarini bitirib oladi, lekin ming afsuski biz hozir bilmaymiz nima bo'lishini. Buni rostdan ham faqat yaxshi niyat bilan vaqtga qo'yib qo'yish kerak. O'zgarishi mumkin holat. Shuning uchun o'qish tanlayotgan paytinglarda meni maslahatim bo'lardi. Bu narsalarni doimo kuzatib boringlar. Agar sizlarni yoqtirgan universitetlar bo'lsa, agar universitet Amerikada bo'ladigan bo'lsa, shuning uchun doim up to date bo'linglar. Har doim qaranglar, siyosiy yangiliklar, umuman yangiliklardan boxabar bo'linglar. Va universitet tanlayotganlarda juda ham ehtiyot bo'linglar. Agar niyatimiz Garvardga topshirish kerak bo'lsa, yaxshi niyat qilamiz va bu narsani haqiqatga vaqtni hukmiga qo'yib qo'yamiz.